Juma kuni Kataloniya poytaxti ko'chalarida Barselona minglab muxlislar jamoaning 28-La Liga chempionlik unvonini parad bilan nishonlashdi. Minglab Barselona muxlislari shahar markazidan ochiq tomli avtobusda o'tgan paradda futbolchilar bilan birga bayram uyushtirishdi. Barsa payshanba oqshomida Ispanyol ustidan qozongan g'alaba orqali yana bir bor La Liga chempioni bo'ldi. Ochiq tomli avtobusdagi parad mahalliy vaqt bilan soat 18:00 da Camp Noudan boshlanib, soat 21:00 atrofida Triumphal Arkga yetib bordi. Parad davomida yo'llar yopildi va avtobus yo'nalishlari o'zgardi. Barselona shahar hokimligi imkoni boricha metro yoki poyezdda harakatlanishni tavsiya qilgan. Parad Camp Noudan Triumphal Arkgacha 6.8 kilometrlik masofani qamrab olgan. Ma'lumot uchun, Hansi Flick jamoani boshqargan birinchi mavsumida Barselonaga 28-La Liga chempionlik unvoni, Ispaniya Kubogi, Super Kubok va Chempionlar Ligasi yarim finalgacha yetib borish baxtini olib keldi.